O'zbekistonda dahshatli fojia yuz berdi. Afsuski, ota o'z qizini 1 yoshli chaqaloqni pichoqlab o'ldirdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Farg'onada ota o'zining 1 yoshli qizini pichoqlab o'ldirdi. Bu haqida Millar xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 31 yoshli erkak endigina 1 yoshga to'lgan o'z farzandiga pichoq sanchib, uning qotiliga aylangan. To'plangan sud hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, erkak hamda uning xotini o'rtasida o'zaro tushunmovchilik sababli janjal yuzaga kelgan. Janjal davomida erkak go'yoki ayolidan qasd olish maqsadida himoyasiz holatda bo'lgan 1 yoshli qizchasining qorin qismiga oshxona pichog'ini sanchib olgan. Qizaloq shifoxonaga olib borilganiga qaramasdan o'sha yerda vafot etgan. Holat jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudida ko'rib chiqilgan. Erkakka nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismining V bandi bilan 17 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan deyilgan xabarda.